22-qism. Qadrdonlar, bu safar men videoni turli suratlar, grafika va maxsus effektlar bilan to'ldirmaslikka ongli ravishda qaror qildim. Sizni chalg'ituvchi vizual shovqinlardan asramoqchiman. Ko'zlaringiz bilan tomosha qilib chalg'ishingizni emas, balki butun e'tiboringizni mening ovozimga va nutqimga qaratishingizni xohlaganim uchun. Chunki aytadigan gaplarimni qalb bilan tinglashingizni istayman. Ko'zlaringizni kerak bo'lsa yumib oling va albatta diqqat bilan quloq tuting. Bu bilimlar hayotingizni butunlay o'zgartirib yuborishiga aminman. Agarda ushbu gaplarimni ma'nosini sokinlikda mag'zini chaqolsangiz. Jonzotlarning yer yuzidagi asl vazifalari haqidagi turkum suhbatlarimizni davom ettiramiz va bugungi qahramonlarimiz echki va taka. Muqaddas Qur'oni Karimning Nur surasi 41-oyatida Alloh taolo yerdagi barcha jonzotlar unga tasbih aytishini marhamat qiladi. Echki va taka yaratuvchining yer yuzidagi eng chaqqon, eng aqlli va boshqalar taslim bo'lgan joyda ham yashay oladigan fidokor xizmatchilardir. Ammo insonlar ularning buyuk vazifasini ko'pincha sezishmaydi, e'tiborga ham olishmaydi. Ularning asl vazifalariga e'tibor bering. Echki tabiatning haqiqiy tabibidir. Yaratuvchi unga noyob va muqaddas sut berish qobiliyatini in'om etgan. Echki suti o'zining shifobaxsh kuchi bilan bemorlarni va go'daklarni oyoqqa turg'izadi. U yer yuzidagi eng toza tabiiy dori hisoblanadi. Boshqa jonzotlar yemaydigan achchiq, giyoh va tikanlarni yeb, echki yerni begona o'tlardan tozalaydi va ularni inson uchun hayot eliksiriga aylantiradi. Uning jufti takachi. U mutlaq qo'rqmaslik, muvozanat va yetakchilik, ya'ni liderlik timsolidir. Yaratuvchi uni yo'l boshlovchi qilib yaratgan. U eng tik qoyalarda ham yiqilmay, muvozanat saqlay oladi va suruvni har qanday xavfli yo'llardan boshlab o'ta oladi. Uning missiyasi yo'l ochish, o'z oilasini himoya qilish va insonga matonat hamda mustaqillik namunasini ko'rsatishdir. Lekin bir o'ylab ko'ring, insoniyat naqadar adolatsiz. Nega bizning tilimizda taka, eshak, echki so'zlari ba'zan sotqin, chaqimchi yoki odamlarni aldovchi, tuzoqqa tushiruvchi ma'nosida ishlatiladi? Takaning tabiatida bunday illat yo'q. U mag'rur, qaysar va to'g'ri so'z jonzotdir. Uni bunday nomlanishiga insonlarning o'zlari sababchi. Katta ferma va qushxonalarda asrlar davomida yolg'onchi taka, kozyol, provokator usulidan foydalanilgan. Bu taka suruvning oldiga tushib, ularni tinchlantirib orqasidan boshlab kelgan. Qo'ylar unga ishonib, so'yish joyigacha yetib kelishgan. Eshik tagiga kelganda esa takani maxsus yashirin eshikdan olib chiqib ketishgan. Qo'ylar esa ichkarida qolib ketishgan. Hayvon faqat insonning buyrug'ini bajargan, lekin odamlar o'zlarining makkorligini unga to'nkab, uning nomini sotqinlik ramziga aylantirishgan. Biz o'z xudbinligimiz bilan ularning go'zal nomini bulg'adik. Ular tirik jonlar, ular quvonishni, baxtdan sakrab o'ynashni, insonga bog'lanishni va og'riqni his qilishni bilishadi. Ular shafqatsizlik uchun emas, balki hayotga bo'lgan muhabbat, chaqqonlik va shifo namunasi bo'lish uchun yaratilgan. Jonzotlarning bizga xizmat qilishi bizdan faqatgina minnatdorlik va rahm shafqatni talab qiladi. Keling, qalbimizni ochaylik va ularning o'ziga xos yerdagi mehnatlarini hurmat qilishni o'rganaylik. Toki inson zotiga vaqt berilayotgan pallalarida har bir inson bu haqda ham alohida o'ylab ko'rsa, o'ziga foydali bo'ladi. Dunyo xayollarda, lekin osmon haqiqati ochildi. Astroplatforma Chengiza.com Haqiqat maskani shu yerda. 13 ta burch, haqiqiy osmon o'lchami. O'zingni tani, to'g'ri qadam tashla. Taqdiring